Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunov Zohidjon. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Bo'yda tuman Dehqonobod qishlog'ida katta konteynerlar maydalab sotiladigan joyga yetib keldik. Bu yerda konteynerlar maydalab sotishadi va undan tashqari valsovkalar ishlab chiqaradi. Ya'ni valsovkaning vazifasi bilan konteynerda valnali listni tekizlab berishga xizmat qiladi. Shu valsovkalarda obzorini ko'rib chiqamiz. Bilamiz, hamma joyda ham valsovka qilinolmaydi. Ilgarigi sovet paytida qolib ketgan valsovkalarni hozir sotilib tugab ketdi deyarli. Endi shu qalin turbadan o'zlari samodelka qo'lda zo'rlab yasayotgan. Hozir shuni obzorini narxlari bilan ko'rib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rib turgan valsovkamiz yangi tayyor bo'libdi. Kraskalar ham yangi chachilib ko'rib turganimizdek. Juda ham katta motorli. Mana bumuz to'la temirbaz, turbani ikkala yoni yopib qilingan. Juda ham qalin birovoy turba. Qalinligini hozir misol keltirib aytamiz. Mana shunday qalinlikda. Juda ham qalin. Hurmatli kuzatuvchilar, shu valsovkalarimiz tayyorlab, o'zlari noldan tayyorlab chiquvchi akamiz shu Dehqonobod mashhur qishloqda birinchi svarchiklardan biri bo'lgan Mirzoh akamo'la. Assalomu alaykum aka. Hormanglar, bu tarixiy inson bu qishloqda shu birinchi svarkachi bo'lib tanilgan insonlardan shu aka bo'ladi. Juda katta yillik tajribaga ega. Mana shu valsovkalar xudo xolasa o'zlari erinmasdan 1 oy ketarmi, 40 kun ketarmi yasayapti ekan. Xudo xolasa chet davlatlarga ham eksport qilishyapti ekan. Hozir shular ma'lumot berib o'tamiz aka. Aka, qaydan boshlaymiz? Xo'p, motorlardan boshlasak. Motorlar. Motori qanaqa motor? Motori kilovati shu 11 kilovat, 15 kilovat atrofida katta motor. Katta motorlar qo'yiladi. Qo'yiladi. Reduktorlari 40 ga 1 deydi, juda ham baquvvat. Ozgina ishlagani ham bor, uni ishlamagani ham. 40 ga 1 bu haligi motor, reduktor. Toza reduktor, ochilib, bir yeyilib ketmagan ichi. Yeyilmagan. Ko'rib oladi albatta oladigandan ishlar. Demak, narx-navosi ozgina qimmat arzoniga qaramasdan eng yaxshi sifatli narsalar ishlatishga harakat qilishadi. Albatta barchasini sizlar savollarga javob berib o'tishga harakat qilamiz. Mana bu shestinalarimiz aka, qaydan topib qanday qo'yasizlar? Shestinalar buni asosiy zavodda quydiramiz buni. Zavodki mahsul buyurtma asosida. Buyurtma asosida qilinadi. Demak, ko'rib turibman, yangi eski ishlab chiqqan shestrina emas. Bu oddiy temirdan emas, bu. Yo'q, buni o'zi spes shu. Qattiq metaldan tayyorlanadi. Demak, buni ichida asosiysi pachimlik, ya'ni aylantirib beradigan narsa pachimlik. Pachimligi qanday bo'lyapti? Vagonda g'ildirakga qo'yiladigan vagon, poyezd yo'llari. Bilamiz, poyezdlar to'xtovsiz katta yuk bilan harakatda bo'ladi, ezilmaydigan pachimlik ishlatiladi. Demak, xuddi o'sha abreziyasi bor aka, to'xtatish. Mana bu, Mana shu pachimliklarni yog'lab, cho'tki holatda qo'yishadi. Mana bu yerda zakatopkalarni tayyorlab qo'yishdi. Ko'rib turibsizlar, pachimliklari ham juda ham qalin. Xudo xolasa uncha-munchaga yeyilmaydigan baquvvat material bo'ladi. Demak, eng asosiysi buni mana shu valsovkamizda motori bo'ladi, undan keyin reduktori va undan keyin mana bu qalinligi bo'ladi. Qalinliklarga xudo xolasa javob berishyapti. Va undan tashqari bu doskalarni ham konteynerda eshigini yoppasiga qo'yib qo'ya qolishibdi. Ya'ni eshik bilan uncha-munchaga bo'lib ketmaydi. Undan tashqari buni ramalari aka nimadan tayyorlayapsizlar? Ramani ham endi mana bu konteynerdan juda ham baquvvat temir chiqadi o'zi yonida. Bitta konteynerdan 2 dona chiqadi. 2 dona chiqadi. O'shani 1 stinkalik qalin baquvvat ishlanadi. Ko'rsatib o'tamiz buni ham. Demak, ramamiz mana bu detallardan tayyorlangan. Mana shu detaldan tayyorlangan ekan, mana ko'rib turganimizdek. Juda ham qalin, 1 sm. 1 sm. Konteynerdan bu noyob as chiqadi. Noyob. 2 dona chiqadi. 2 dona chiqadi, shundan valsovkani tayyorlashyapti ekan. Xo'p, yana gapirib o'tadigan jihatlarimiz nimalar? Mana bu yerda mana tok keladigan korobkalarni tayyorlab qo'yishgan, katta avtomat qo'yib qo'yishgan. Qoladi, shu tokni shunday ulaydi, ishlaydi. Hech qanday ortiqcha montaj yo'q. Hech nima qilmaydi. Hattoki motor moylarigacha, reduktor moylarigacha qilingan. Hech qanday kamchiligi. Olib boradi, ishlatadi. Ortiqcha bir ishlar yo'q. Konteyner mahsulotidan chiqqan list mahsulotini hammasini to'g'rilaydi. Demak, hozir tekislash jarayonlarini ko'rib chiqamiz, Mana knopkasi ekan bu, oldi orqa. Oldin ishlaydi. Mana oldi. Jim holatda ishlaydi. Jim, texa zavodskoy bilan birga bir ishlab qo'yishgan. Mana ko'rib turganimizdek, ortiqcha shatka yo'q. Tekis holatda ishlayapti. Oborotlari ham normal holatda aylanyapti. Oboroti juda ham yaxshi. Tez ham emas, sekin ham emas. Demak, oldi arqa bor knopkada. Asosan oldi arqa. Bu arqa tomoniga
ikkala tomoniga ham bir xil Lis ish bir marta beradi. kirib chiqsa tekizlanadi. Albatta. Hozir bu yerda lisimiz yo'q ekan, tashqaridagi valsovkamizni lislarni tekizlab ko'rsatib o'tamiz. Mana bu joyda o'zlariga ishlatish uchun ham tayyorlab qo'yishgan ekan. Shu yerda lislar borligi uchun video olamiz shu yerda. Mana hozir konteynerda yollisa bu. Qalinligi 1.8 mm va alnasini tekis holatda chiqarib beramiz hozir, ko'rib turganimizdek. Kundalanga tashlaymiz. Ay ko'rib turganimizdek juda ham a'lo tekizlab berishyapti mana. Sifati xudo xolasa zo'r. Xo'p, aka buni eng qaymoq joyi narx-navosi. Mana ko'rdik, valsovka zo'r ekan. Tekiz ishlayapti. Kafolatlar berishadi albatta. Bu narx-navosi qancha bo'lyapti aka? Buni narx-navosini endi $6000 deymiz. Albatta aloqa chiqsa, Yanada kelish. Yani yo'l kirasiga o'tib beradigan joylari bor. Ha. Yana ancha-muncha zakasiga qarab o'zgartirib tayyorlaydigan joylarimiz o'zgartirib beradi. Demak, $6000 ekan mana shu turishi, polniy montaj qilingan holatda. Kelishsalar, balki yaqinroq masofa bo'lsa yetkazib berish, ichida ham bo'yniga olishlari mumkin. Albatta, u yog'ini o'zidan kelishaverasizlar. Pastda telefon raqam qoldiramiz, aloqaga chiqadi. Bundan bu yog'iga misol uchun buyurtma qilsa ham tayyorlab berilaveradi. Albatta. Katta, kichik, uzun nima zakasiga qarab beriladi. Mana ko'rganimizdek cheklanmagan miqdorda konteyner mahsulotlari va konteynerda materiallardan ishlab chiqarilgan valsovka mahsulotimiz. Aloqaga chiqsangiz zo'r narxlarda tayyorlab berishadi. Hurmatli kuzatuvchilar, videomiz shu yerda yakunlaymiz. Hozir konteyner mahsulotlarini ham alohida bitta video tayyorlab beramiz. Bu yer birinchi shu qishlog'imizda konteyner boshlagan joylardan bittasi. Keyingi videoda shu konteynerda mahsulotlarni shu yerda obzorini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Videoga like bosishni esdan chiqarmang va shunday valsovka so'rab yurgan akalarga videoni ulashib qo'yishni esdan chiqmasin. Keyingi videomiz albatta siz uchun bo'ladi. Rahmat.